Assalomu alaykum. Alaykum assalom. O'zbek maktabiga xush kelibsiz. Bugun siz bilan o'zbek tilini noldan o'rganishni boshlaymiz. Buning uchun bizga albatta kitob kerak bo'ladi. Hammangizda kitob bor. Juda ham zo'r. Unday bo'lsa, darsimizni boshlaymiz. Bugun siz bilan birinchi darsni o'rganamiz, ya'ni o'zbek alifbosi. O'zbek alifbosida umumiy 29 ta harf bor. Ulardan 23 tasi undosh harflar, 6 tasi unli harflar. Ular qaysilar? Unlilar A, O, E, I, U, O. Bundan tashqari o'zbek alifbosida 3 ta harf birikmasi bor. Ular Sh, Ch, N. Tushunarlimi? O'zbek alifbosida maxsus belgi mavjud. Bu belgining nomi tutuq belgisi. Tutuq belgisi ikki xil ishlatiladi. Birinchisi, agar tutuq belgisi unli harfdan keyin kelsa, cho'ziqroq talaffuz etiladi. Masalan, alo, mano, rano. Endi agar tutuq belgisi undosh harfdan keyin kelsa, ozgina to'xtalish lozim. Ya'ni jur'at, sur'at, tal'at. Yaxshi. Endi siz bilan o'zbek alifbosidagi harflarning talaffuzini birma-bir ko'rib chiqamiz. Iltimos, men talaffuz qilayotgan paytimda diqqatli bo'ling. A, B, B, D, D, E, F, F, G, G, H, H, I, J, J, K, K, L, L, M, M, N, N, O, P, P, Q, Q, R, R, S, S, T, T, U, V, V, H, H, Y, Z, Z, O, G, G, Sh, Sh, Ch, Ch, N, N va tutuq belgisi. Demak, harflar bilan tanishdik. Endi sizlar bilan bu mashqni bajaramiz. Kitobingizni oching. Hozir bu mashqni tinglaymiz va harflar talaffuzini mustahkamlaymiz va yangi so'zlar o'rganamiz. Tayyormisiz? Are you ready? Ayiq, bo'ri, do'ppi, elak, fil, gilos, handalak, ip, jirafa, kapalak, laylak, mushuk, nok, olma,
palov, quyon, rubob, soat, tarvuz, uzun, varrak, xo'roz, yo'lbars, zebra, o'rdak, g'oz, sher, choynak, bodring, tutup belgisi. Umid qilamanki, bu so'zlar sizga tushunarli bo'ldi. Sababi har bir so'zning rasmlari mavjud kitobda. Xo'sh, davom etamiz. Endi siz bilan o'zbek alifbosidagi unli harflarning talaffuzini o'rganamiz. Chunki o'zbek tilida unli harflarning talaffuzi bir-biriga juda ham o'xshash. Shuning uchun siz bilan hozir har bir unli harfni talaffuzini o'rganib chiqamiz. A. Masalan, ayiq. Ayiq. Echki. Echki. Ilon. Ilon. Olma. Olma. Uzum. Uzum. O. Tushunarlimi? Hammamiz birga. Birga. A. I. O. U. O. Zo'r. A, I, O, U, O. Tushunarlimi? Ajoyib. Endi unli harflar bilan birgalikda biz mashqlarni bajaramiz. Bu yerda unli harflar bor va so'zlar bor. So'zlarda tushib qolgan unli harflarni yozamiz. Demak, boshladik. A. Demak, asal. 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 Barakalla. A. Arra. Arra. Aha. Elak. Elak. Eşik. Eşik. İ ullisi. İp. İp. Va. İgna. İgna. İp. İgna. İp. İgna. Yaxshi. Endi keyingi qism. Keyingi unli harfimiz O. Oy. Bu oy. Oqqush. Oqqush. U ullisi. Uy. Uch. O ullisi. O'tin. Va o'qlov. Ajoyib. Davom etamiz. Endi o'zbek alifbosidagi G harfini talaffuzini o'rganamiz. Now we will learn the pronunciation of G letter in Uzbek alphabet. Okay? O'zbek tilida
G'ni qanday talaffuz qilamiz? Buning uchun bizga suv kerak. Suvni olamiz va idishga quyamiz. I think is it enough? Yeah? Okay. And then keyin suvni ichamiz va va bu tovushni qaytaramiz. Ajoyib. Xo'p, tushunarlimi? Endi okay. Who can try? Who wants? Mo'j Rahmatulloh. Okay. Okay, Zafar aka. Bu sizga. Qani? Oh. Ajoyib. Zo'r. Endi g'a deb ayting. G'a. 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 Barakalla. G'a. 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 Ha. G'a. 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 Ofarin. Zo'r. Barakalla. Va endi siz bilan bir qiziqarli o'yin o'ynaymiz. O'yinimizda biz aynan g'ni talaffuzini yanada mustahkamlab olamiz. Hozir siz bilan tez aytish aytib ko'ramiz. Tez aytishimizning nomi g'ani g'ildirakni g'izlatib g'ildiratdi. G'ani g'ildirakni g'izlatib g'ildiratdi. G'ani g'ildirakni g'izlatib g'ildiratdi. G'ani g'ildirakni g'izlatib g'ildiratdi. Aha. Va endi o'yin o'ynaymiz. Now let's play game. We need two people. I'll try. Maybe you? Okay, come here. Va yana bir odam. Sodiqjon aka. Okay. Qalib, keling. Siz bu yerga turing. Okay. Siz u yerga. Aha. Okay. Bir daqiqada necha marta ayta olasiz? Tushunarlimi? Bir daqiqada. You can read this. You can read. You can read. Tushunarlimi? Is it clear? Okay. Who begins? Everyone, each one of the words. There. Khan- Well, the whole sentence. Okay. Nah. Khane, Hilrakne. But you can't breathe. You can't breathe. I cannot breathe. Yes. In 1 minute, how many times? You can. Okay, okay. Uh-huh. Khane, Hilrakne, Hilratib, Hilrakte. Khane, Hilrakne, Hilratib, Hilrakte. Khane, Hilrakne, Hilratib, Hilrakte. Khane, Hilrakne, Hilratib, Hilrakte. Okay, 4 times. You didn't breathe, or I don't think so. okay. I said that you breathe. You thought I breathed? I tried not to. Oh, okay. Okay, Uh-huh. so just what do you want me to do now? Okay, again. Again? Ah, Okay, all right. again. And I'll try really hard not to. breathe. Okay, again. Okay, okay. Uh-huh. Begin. Khana, Hildarakne, Hizaleptib, Hildarakte. 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 Khana, Hildarakne, Hildarakte, Hildarakte. Khana, Hildarakne, Hildarakte, Hildarakte. Khana, Hildarakte, So, ajoyib. So, how many times? Who count? Okay, 8 times. 8 marta
8 marta ayta oldi. Va ajoyib. Hop. Boshqatdan, aha. Qaylib, marhamat. G'ani g'ildirakni g'ildiratib g'ildiratdi. 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 G'ani breathe. Okay, the 5 times 5 marta. Okay, who won this game? Kim yutdi? Alisher aka. Ajoyib. Va bu Alisher akaga. Katta rahmat. Barakalla, ajoyib, ofarin. Joyingizga o'tirishingiz mumkin. Hop, Kevin. Yaxshi. Endi darsga qaytamiz. Hozir siz bilan birinchi mashqni bajaramiz. Birinchi mashqda so'zlar bor, lekin bu yerda ba'zi harflar tushib qoldirilgan. Siz tinglaysiz va shu harflarni yozasiz. Uning uchun men sizga bu qog'ozni beraman. Sizga. Tayyormisiz? O'rdak, ayiq, baliq, bo'ri, chumchuq, chumoli, chuvalchang, dinozavr, hasharot, it, kapalak, toshbaqa. Yozdingizmi? Hop. Birinchi men sizga baho qo'yaman. Super. Zo'r. Okay. Yeah. You had one mistake. Okay, we will see. Okay. Great job. Ajoyib. Xo'sh. Так. Александр. Окей. Отлично. Zo'r. Tekshirib olamiz. O'rdak, ayiq, baliq, bo'ri, chumchuq, chumoli, chuvalchang, dinozavr, hasharot, it, kapalak, toshbaqa. Tushunarlimi? Bu yerda har bir so'zning rasmlari bor. Va o'ylaymanki, bu so'zlar sizga tushunarli bo'ldi. Va davom etamiz. Yuqorida siz bilan o'zbek alifbosidagi tutuq belgisi bilan tanishdik. Hozir shu tutuq belgisi bilan mashq bajaramiz. Undan oldin sizga yana bir marta eslatib o'taman. Tutuq belgisi o'zbek tilida ikki xil ishlatiladi. Ya'ni agar tutuq belgisi o'nli harfdan keyin kelsa, biz o'nli harfni cho'ziqroq, longer talaffuz qilamiz. Agar tutuq belgisi undosh harfdan keyin kelsa, ozgina to'xtalamiz. We stop for a while. Esladingizmi? Demak, boshladik. Kitob.
E'non, Ra'no, Ma'no, Jur'at, Va'da, Sur'at, San'at, Azam, She'r, Sa'va, Ta'lim. Is it enough? Or one more time? Yeah, one more time. One more time? Again? Okay. A'lo, E'non, Ra'no, Ma'no, Jur'at, Va'da, Sur'at, San'at, Azam, She'r, Sa'va, Ta'lim. Yozdingizmi? Tekshiramiz. A'lo. A'lo, E'lon. E'lon, Ra'no. Ra'no, Ma'no. Ma'no, Jur'at. Jur'at, Va'da. Va'da, Sur'at. Sur'at, San'at. San'at, Azam. Azam, She'r. She'r, Sa'va. Sa'va, Ta'lim. Ta'lim. Tushunarlimi? Ajoyib. Bu yerda har bir so'zning tarjimalari berilgan. Davom etamiz. Va hozir endi siz bilan o'zbek alifbosidagi h harfini o'rganamiz. O'zbek alifbosida ikkita h bor. Bu qattiq x. X. Qaytaring. X. Masalan, xat, 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 xabar, xabar, xabar. xabar, Ajoyib. Bu yumshoq h. H. h, H. Humo, humo, humo. humo, Hassa, hassa, hassa. hassa, Ajoyib. Endi siz bilan h bilan h ni bu mashq orqali takrorlab, yanada mustahkamlab olamiz. Birma-bir o'qiymiz. Kevin, xiva, 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 xiva. xiva, Zo'r. Tina, Buxoro, 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 Buxoro. Buxoro, Zo'r. Kalib, Xorazm. Xorazm. Ajoyib. Bryce, Mehmon. zo'r. Mehmon, barakalla. Rachel, barakalla. Alexander, Jizzax, Jizzax. Jizzax, Отлично. Zo'r. Uyga vazifa 5-chi, 6-chi, 7-chi mashqlar. Bu tinglash mashqlari. Bu mashqlarni tinglaysiz va tushib qolgan so'zlarni, harflarni yozasiz. Is it clear? So, these tasks are your homework. So, you should write appropriate letters in open space. Tushunarlimi? Tushunarli. Ajoyib. Demak, darsimizni yakunlasak bo'ladi. Bugun siz bilan o'zbek alifbosini o'rgandik, yangi so'zlarni o'rgandik va harflarni to'g'ri talaffuz qilishni ham ko'rib chiqdik va juda ham ko'plab mashqlar bajardik. Umid qilamanki, bugungi darsimiz sizga tushunarli bo'ldi. Darsimiz tamom. Keyingi darsda yana o'zbek maktabida ko'rishguncha. Ko'rishguncha.